Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Yana bugun sizlar bilan psixolog, coach, shaxsiy rivojlanish bo'yicha trener Bahodir Nazirov. Azizlarim, bugun o'z-o'zidan qoniqmaslik hissiyoti to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni hayotda agar inson o'zini erishgan muvaffaqiyatlardan qoniqmasa, bu unga motivatsiya bo'lsa, yo meni erishganlarim hech narsa emas, yana yuqoriga ko'tarilishim kerak. Yana ko'p maqsadlarga erishishim kerak, bundan ham kattaroq ishlar qilishim kerak deb oldinga intilib, buning uchun o'qib, disiplinada bo'lib, yana ham yuqori cho'qqilarga chiqishi mumkin. Lekin bu esinglardan chiqmasin, hamma uchun ishlamaydi. Biz hammamiz har xilmiz. Bu disiplinada yurgan, ushlagan joyini qo'yavermaydigan, maqsadidan chalg'imaydigan insonlar uchun zo'r ishlaydi. Nihoyatda zo'r ishlaydi. Ya'ni o'z-o'zidan qoniqmaslik kim uchundir bu yuqoriga olib chiquvchi zinapoya. Qadamma-qadam tepaga chiqib ketaveradi. Bu uning uchun foyda. Lekin hammaga bir xil maslahat, tavsiya yaxshi ish bermaydi. Biz hammamiz har xilmiz. Agar xarakterimiz ozgina yumshoqroq bo'lsa, o'zimizda mana xafa bo'lish odatlarimiz bo'lsa, o'z-o'zimiz yeydigan odatlarimiz bo'lsa, ana bunda bu teskarisiga ishlaydi. Bizani zararimizga ishlaydi. O'zingizni o'zingiz yaxshi bilasiz. Shuning uchun kimga agar taalluqli bo'lsa, yaxshilab eshitib oling. O'z-o'zidan qoniqmaslik bizani pastga ham olib ketishi mumkin. Faqatgina tepaga olib ketmaydi. Pastga ham olib ketishi mumkin. Ya'ni shunaqa bir holatga tushib qolamiz, ya'ni sostoяние deydi-ku, holat, nimagadir erishdingiz, yo men unaqa katta ish qilganim yo'q, bu arzimagan ish, shu cho'ta yoqmayapti menga, unaqa yaxshi bo'lmasam kerak deb inson o'zidan o'zi hali qoniqmaydi. O'sha o'zini o'zi yeyish bilan shug'ullanadi, ya'ni tasavvur ham qilmaydiki, bu qanchalik uni pastga olib ketib qolishi mumkinligini tasavvur ham qilmaydi. Ya'ni men yomonman, men qo'limdan ish kelmaydi degan ustanovkalar qo'yish hisobiga borgan sari pastga ketaveradi. Tepaga chiqishimiz kerak edi. Unga motivatsiya yetishmayapti deb qo'yadi. Tushkun kayfiyatdaman. O'zimdan o'zim bir kayfiyatim yomonlashib qoladi. Hech narsa qilgim kelmay qoladi. Bu insonlarga nima qilish kerak? Qilayotgan ishi unga ta'sir qilayotgani, ya'ni har bir so'z insonga ta'sir qiladi. O'sha qaysi so'zda ta'sir qilyapti? Ko'pincha o'z-o'zidan qoniqmaslik. Ya'ni men yetarli darajada yaxshi mutaxassis emasman. Yetarli darajada ish qila olmayman. Buni hammasi ustanovka, hammasi programma. Borgan sari qancha ko'p siz buni ishlatsangiz, shuncha ko'p u sizga qattiq ta'sir qiladi. Bir xil fikrda yuraverish kerak emas. Mayli ozgina bir kun, 2 kun ta'sir qilmas, lekin oylar davomida, yillar davomida mumkin emas bu. Bu kuchayib ketib qoladi. Siz harakat qiling. Bu o'zi nimaga olib keladi? Meni kayfiyatimni ko'taryaptimi, yo menga motivatsiya beryaptimi? Kuchimni, energiyamni ko'paytirib beradi. Naborot, energiya juda pastga tushib ketib qoladi. Hech narsa qilgisi kelmaydi. Xohish nol bo'lib qoladi. Shu uyda o'tirsa, iloji bo'lsa, hech qayerga chiqmasa, mana shunaqa bir holatlar bo'ladi. Shuning uchun biron bir ishni, mayli juda ham mevch bo'lsa ham, o'xshatdinglarmi? Bir o'xshab qoldimi? 5 bahoga emas, bir 3 bahoga bo'lsa ham qildinglarmi? O'zinglarni bir maqtab qo'yinglar, men молодецman. Qildim-ku главныйsi. Jasfatli bo'lmasa ham, zo'r bo'lmasa ham, 3 ga bo'lsa ham qildim-ku. Ertaga 4 ga qilaman, undan keyin 5 ga qilaman. Ya'ni qadamma-qadam tepaga ko'tarilamizda. Hadeb faqat o'zini yeyish, faqat o'zini kritika qilish bu yaxshi emas. Ko'pchilik uchun yaxshi emas. Ya'ni energiya tushib ketgandan keyin uje uni ko'tarish juda qiyin. Ya'ni tushkunlik kayfiyatida doimo yurish insonga hech qachon yaxshilik olib kelmagan, muvaffaqiyatlarga olib kelmagan. Mana shans, imkoniyat
olgin, qilgin. O'zi ham tushunib turibdi. Qilgim kelmayapti. Kayfiyat yo'q. Ishonmayapman shuni qila olishimga. O'zimga ishonch yo'q. Shu narsa muvaffaqiyatli tugashiga ishonch yo'q. Mana shunaqa bir holatlar bo'ladi. O'shani tushunib yetish kerak. Istochniki qayerdan paydo bo'ldi? Mana shu o'zimiz yeyishimiz, o'zimiz kayfiyatimizni tushirib yurishimiz, o'zimizdan qoniqmasligimiz bizga qattiq zarba bo'ladi. Bu zarba o'zimizdan, ya'ni biz boshqalarning so'ziga uncha ishonmaymiz. 100% hech kimga ishona olmaymiz. Boshqa insonda, lekin o'zimizga hammasidan qizig'i 100% ishonamiz. Men janoqa bir ish qoyil qila olmaydigan insonman deb o'zingizga ichingizda aytayotgan bo'lsangiz, shunaqa fikrlar boshingizda aylanayotgan bo'lsa, bilingki shu narsa ro'y beradi. O'sha bugun yaxshi qilayotgan bo'lsangiz, ertaga yomonroq ham chiqadi. Bir ishni qilishdan oldin titrab turasiz. O'xshayrmikin, bo'larmikin, bo'lmasmikin deb. Bo'ladi deyish kerak. Bo'ladi. Qilaman deyish kerak. Bilmasam, o'xshatmasam o'rganaman deyish kerak. Shunaqa insonlar borda, haqiqatan o'rganadi, qiladi, tepaga ko'tarilaveradi. Tinimsiz tepaga ko'tariladigan insonlar bor. Ulardan ibrat olish kerak. Ularda samatsenki past bo'lishi mumkin emas. Samatsenki ham pastga tushirib nima foyda ko'rasiz? Mana savol bering. Mana samatsenki ham tushib ketsa, o'zim pastga olib ketsam, nima bo'ladi? Hayotim yaxshilanadimi? Juda ko'p muvaffaqiyatga erishamanmi? Maqsadlarimga erishamanmi? Moliyaviy muammolarimni yechib olamanmi yoki kasalligimni yengamanmi? Kasallik insondan ketmaydi hech qachon. Agar samatsenki past bo'lsa, bu Ibn Sinoning gaplari. O'z-o'zidan qoniqmagan, kayfiyat tushib yuradigan insonlarni tuzalish nihoyatda qiyin. Ya'ni tushkun, ruhi tushib ketgan insonni tuzatish qiyin. Dori ham ta'sir qilish qiyin, o't giyohlarni ham ta'sir qilish qiyin. Shuning uchun samatsenki yuqori bo'lganini foydasini bilamiz. Samatsenki to'g'risida darslarimiz bor, yana qayta eshitsanglar bo'ladi. Shu samatsenki ham yuqori tura qolsin. Men o'zimga kattaroq maqsad qo'yib, mayli yarmiga erishsam ham bu уже zo'r. Juda katta maqsadlarni qo'ya olish, o'ziga bo'lgan ishonch insonning hayotini yaxshilaydi, yomonlamaydi. Shu esimizdan chiqmasin. Yaxshilaydi. Yaxshilaydimi? Demak, shuni tanlov qilishimiz kerak. Bu o'z-o'zini faqat maqtash emas. Bu bir qisqa bir kichkina bir bo'limi. Ya'ni umumiy kartinani ko'ra bilish kerak. Men ertadan kechgacha o'zimni maqtab yuribman deb faqatgina shunga e'tibor qaratmanglar. Ozgina kayfiyatimni ko'tarib qo'ysam, qaddi qomatimni ko'tarib yursam, tushkunlikda bo'lmasam, bu ishlarimga qanaqa ta'sir qiladi, munosabatlarga qanaqa ta'sir qiladi, bolalarim bilan gaplashayotganda bu qanaqa ta'sir qiladi. Inson tushkun kayfiyatda har doim asabiy bo'ladi. O'ziga ishonch tushib ketsa, energiya past bo'ladi. Energiya past bo'lgandan keyin xavotir boshlanadi. O'sha xavotir insonni asabiy qilib, o'zidan o'zi hali onalar bolalariga baqirib ketishi mumkin, urib ketishi mumkin. Keyin nimaga bu ishni qildim, men bolamni yaxshi ko'raman, jonimni berishga tayyorman deb o'ziga ham hayron bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Hamma narsa bir-biriga bog'liq. Shuning uchun ha deb o'zingizlarni yo'rmanglar, ha deb o'zingizlardan qoniqmaslik rejimida yurmanglar. O'zingizlardan ozgina qoniqishni, mayli kam bo'lsa ham, lekin harakat qilmayman. Bir qadam bo'lsa ham kechigidan bir yaxshiroq bo'ldim. Ozginagina tepaga ko'tarildim. Har kuni sekin-sekin o'sib boraveraman. Shu bir yilda yig'ilib, inshaalloh juda katta natijalarga erishaman deb o'zingizga motivatsiya bering, to'g'ri ustanovka bering, kelajakni ko'ra biling. Va shuni hisobiga inshaalloh hayotingizda maqsadlarga erishish osonlashadi. Meni butun maqsadim shu sizlarga yordam berishki, tushkun kayfiyatda bo'lmagan holatda maqsadlaringizga erishish. Ya'ni kuch, energiyani birovdan talab qilmasdan o'zingizda, hali ichingizdan kelish uchun o'zingiz to'g'risida yaxshi fikrda bo'lishingiz kerak ekan. O'sha o'zingiz to'g'risida yaxshi fikr ong osti bilan olinadi va shu insonga siz aylanasiz. O'zi to'g'risida yaxshi fikrda bo'lgan insonlarni juda bir uzoq muddat kuzatsanglar, e'tibor berasizlar. Что
hayotida ko'p yaxshiliklar bo'lyapti. Ko'p ishi o'xshayapti. Shuning uchun o'zi to'g'risida yaxshi fikrda bo'lish bu yomon emas. Yomon emas. Mana g'ayratingiz yo'q. G'ayratim yo'q, mana shunaqaman degandan ko'ra, men g'ayratliman deb uстановka qo'yyapman deydi. Ya'ni haqiqat, bu hali men g'ayratli bo'ldim degani emas, lekin o'zimni o'zgartirish uchun buni aytayapman. G'ayratliman, shijoatliman, o't olov insonman deb o'zimni o'zgartiryapman deb tushuntirib o'zingizga uстановкалаringizni, programmalaringizni kuchli qilib tepaga olib chiqayotganini tanlab, har kuni shu to'g'ri o'y fikrda yuring. To'g'ri nastroykada yuring. Inshaalloh bu sizga hayotda qoqilmaslikka, pastga ketmaslikka bir sabab bo'ladi. Sababini qilinglar. Va endi maqsad uchun kuch kerak, energiya kerak. Mana shu bizani to'g'ri nastroykalarimiz, to'g'ri programmalarimiz o'zimizga qo'ygan bizga nihoyatda bir katta yordam beradi. Inshaalloh. Esingizda tursin, hamma narsada me'yor bor. Hamma joyda me'yor ushlash kerak. Hech narsani biz oshirib yubormaymiz, ya'ni kritika ham ozgina qildingizmi, 1 kun, 2 kun bo'ldi, endi ishlashim kerak deb aniqlashtirib olgandan keyin har kuni kritika davom ettirilmaydi. Vaqtida to'xtash kerak. 1 kun qiling, uzoq. Samokritika uzoq vaqt qilinsa, insonni sindirib qo'yadi. 1 kundan oshirmang. Agar kritika qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga ham kamchiligingizni baribir to'g'rilashingiz kerak-ku. 1 kundan oshirmang, 1 kun. Xo'sh, mana bor ekan shu kamchiligim. Buni yo'qotish uchun nima qilish kerak deb o'tirib strategiya qiling, plan qiling. Keyin o'sha planni realizatsiyasiga kirishing. O'zingizni yeb o'tirgandan, o'zingizni har kuni kritika qilgandan foyda yo'q. Faqat zarar. Shu narsalar esingizdan chiqmasin. Hammangizga omad tilayman, yaxshi kayfiyat tilayman. Hayotda katta muvaffaqiyatlarga erishishinglarni tilayman. Inshaalloh kanalimizda yana ko'rishamiz. Yangi darslarni kutib qolinglar.